Va yura ishlayapsanmi? Kompot qolmabdi-da, chay berib jigardingni. Qolmabdi jo'ra, shunchani ichib beryapmizmi? Ish tugamas tugab qoldi-ku kompotlaring. Mayli jo'ra bo'ladi, olib kelar ichaveramiz. Yura, lekin mana chaycham yomon zo'r ketadi, qaynatib kelganman-da. Jo'ra 40 gradus issiqda borku 60 gradus issiq chaychay yomon zo'r ketadi. Yana bitta qo'yqani. Sen nima unaqasini? Kompotni xo'rlab ichasan. Chay bo'lsa chayni xo'rlab ichasan-ma. Jo'ra, bu chayni kayfini borku kompot bera olmaykan. Ota-bobolarimiz borku chay ichib katta bo'lgan jo'ra issiqda. Yomon zo'r ketadi. Bu chayni borku hech narsaga almashmayman. Jo'ra, shu bitta amma pammalarnikida kompot yo'qmi? Shunday kompotni o'zi qumsayapti-da. Jo'ra, ammamnikida yo'q-ku, opachamlarnikida bor-da, lekin borku, pochcham borku, ayoldan battar qizg'an chiqdi. Kecha borku, boribman, bir piyolagina kompot ichdimmi, yo'qmi borku, gap chiqaryapti-da odamlarga. 4 banka kompotni ichib ketdi deb. Bo'lmasam uni ham borku, inam berib yuborgan ularga. Ha, seni pochchang shunaqami ekan? O'zi pochchalar shunaqami deyman hammasi. Meni pochchamam. Kecha borgan paytim opacham meni non-paloq qilgan ekan-da. Shunga non-paloqqa endi non qo'shib jo'ydim, gapiribdi. Non-paloqqa ham non qo'shib jeyman. Ukangni qara deb gapirib jigadi. Nima desa jeyverdi, to'g'rimi? Jo'ra, mayli endi borku, chay ichib sabr qilib tur, yana 6 oygina kutsak borku, kompot bo'lib qolar yana. Yag'ircha, xuddi o'zingni bir kompot berib qo'ygandek qilasan, gapirasan, o'zi hamma kompot biznikda ichsak. Yana 6 oy kutib kompot ichamiz demish. O'zimizda borku, mana shu o'zimiz choydan qo'ymas ekan. Choyda gashti boshqacha-da, qara. 40 gradusda 60 gradus choy ichish, boshqacha, ha.